Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Hozir 2025-yilda tashqi fasadga nima qilsam uzoq vaqt xizmat qilar ekan deydigan odamlar juda ham ko'paydi. O'zimga ham savol berishyapti. Akalar, mana sizlarga tayyor tavsiya hamda devorlarga ham mana showroom qilib qo'yishgan. Hozir ichkaridan ko'rsataman. Bu joy katta zavod. Xudo xolasa bittadan videoga like bosib, bang'illatib like bosib qo'ysalaringiz sizlarga bitta ma'lumotni beraman. Har xil kolleksiyada bor. Bundan tashqari shu biznesni qilmoqchi bo'lganlar uchun ham bu biznesda o'rgatiladi, qoliplarni yetkazib berishyapti. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlaridan kelib qolipni sotib olayotganlar ham bor. Bundan tashqari usta xizmatlari ham bor. Faqatgina bittadan like'larini kutaman, обязательно ko'pchilik ko'rsin. Sizga kerak bo'lmasa ham bir dona like'ni bosib qo'ying, jigar, xudo xolasa foydali video bo'lyapti. Xo'p, bitta hozir showroomga mana shunaqa devorga ko'rgazma qilib qo'yishgan. Bu tomonda xuddi shunaqa sexni ham ko'rsataman hozir. Endi ichkarida showroomga kirib, bitta akamiz bilan sizlarga ma'lumotini berib o'tamiz, xudo xolasa, jigarlar. Davron aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Keling, Siddiquz. Salomatmisiz? Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimi? Rahmat. Shukr, salomatmisiz? Sog'lik yaxshimi? Rahmat. O'zingiz ham yaxshimi aka? Alhamdulillah, Allohga shukr. Xo'p, odamlarga manfaatli bo'lsin deb, xudo xolasa, tashqi fasad uchun ancha yillardan beri shu ixtirolarni qilib kelyapsiz aka. Alhamdulillah. Bu kasbga ham o'rgatyapsiz ham, shogirdlar ham, shogirdlar chiqaryapti. filiallar ham juda ham ko'p, xudo xolasa. Ha, Allohga bersin. Xo'p, birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz aka? Hozirgi kunda birinchi bo'lib bizga ko'p savol berayotgan o'zimizni Instagram, TikTok, YouTube'larda beryapti. Narx-navolari nech pul? Narx-navolarimiz har doimgidek hali o'zgarligi yo'q. Fasadli plitkalarimiz 65 ming so'mdan 120 ming so'mgacha. Qoliplarimizni ham narxi hali o'zgarligi yo'q. 135 dollardan 195 dollargacha. Buni ikki xil retsepti chiqadi qolipimiz ham. 135 dollarligiga garantiya bermaymiz. 195 dollarligiga 5 yil garantiya beramiz. 5 yil ichida bemalol 5 yil ichiga ishlataveradi, bemalol. 5 yil ishlataveradi. 5 yil ichida mabodo razmeridan qochib ketib, boshqa bo'ladigan bo'lsa, shu yerga keladi, yangilanib ketaveradi. Yangilab ketaveradi. Shu 195 dollarning ichida yotoq sharoiti, bir mahal issiqxonati va обучениялari mutlaqo besplatniy. O'rgatib qo'yishi bepul. O'rgatib qo'yishligimiz besplatniy. Bemalol. Hozir aka juda ham ko'payib ketdi. Hozir aka-ukalar musofirda yurib kelyapti, ishlab kelyapti. Nima ish qilishga hayron. Endi ba'zi bir ishlar bor, u bizneslarda siyqasi chiqib ketganda. Endi hozir shunaqa bo'lib ketdiki, mana 2020-yildan keyin hamma hozir tashqi fasadga, umuman uyni chiroyli bezashga juda ham qiziqib ketdi. Bu ham o'lmaydigan bizneslardan desa bo'ladi. Alhamdulillah, qishin yozin yil 12 oy ishlaydi. Yil 12 oy ishlashligi uchun bitta narsani aytamiz. Sifatli mahsulot chiqarish kerak. Yaxshi narsa chiqarish kerak. Sifatli mahsulot chiqarsa, yil 12 oy ish to'xtamay davom etaveradi. To'ppa-to'g'ri. Endi boshlagan ukalarimiz bor. Mana 10 kvadrat, 20, 30, 50 kimdir mablag'iga qarab boshlayapti bu biznesni. To'g'ri. 10 dan boshlab obyomi 70-80 ga chiqqan bolalar bor. 50 dan boshlab 250 kvadratga da obyom chiqarayotgan bolalar bor. Chunki ular sifatli mahsulot chiqaryapti-da. Misol shogirdlarimiz bor, mana Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston. Mana o'zimiz Instagram sahifalarimizga qo'yapti. O'zingiz ham ko'rib borasiz. Albatta, albatta aka. Xudo nasib qilsa, Amerikaga o'tgan yil sotuvdik. Yana davomiy bo'lishligi uchun o'sha yana Amerikaga o'sha zakaz oldik hozir. Abu Dabiga chiqardik, Mongoliyaga. Juda ko'p davlatlarga chiqib ketyapti. Hozir 14 ta 15 ta davlatga chiqdi. Bu biznes yoyildi. Yoyildi. O'zimizning 12 ta viloyatda ham bor shogirdlar. Yana bitta shogirdimiz mana o'tiribdi. Bugun mana duosini qilyapmiz. Xudo nasib qilsa Toshkentda, Parkentda xudo xolasa 3-4 kunda faoliyatini boshlaydi. O'zimizni Instagram sahifamizga qo'yamiz nomerlari bilan. Bemalol aloqaga chiqib, Toshkentda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, xizmat bo'lsa, bemalol. Chunki bu yoq ham yaxshi o'rgandi. Mutaxassis bo'ldi. Tobiga keldi. Tobiga keldi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Toshkent. Endi yangiliklarimizga keladigan bo'lsak, yangiliklarimiz Gold Euro fasada to'xtab qolmaydi. To'satdan kelib qoldi o'zingiz. Xudo xolasa
juda katta yangiliklarimiz bor. Ikki xil fasatimiz, ikki xil so'qilimiz chiqyapti tez kunlarda. Doim aytamiz, birinchi yangilik Gold Euro fasatda, keyin boshqalarda. Keyin boshqalar. To'ppa-to'g'ri aka. Bo'lmasa, hozir mashxonada demak nech pulgacha boshlanadi aka? Bu xonada ko'proq o'zimiz doimiy o'tiradigan xonamizligi uchun bu xonada 100 ming bilan 120 ming so'mgacha bo'layotganlar bu yerda. Ha. Bu yerda. Juda ham yaxshi. Xudo xolasa. Katta showroomimizga ham kiramiz. U yerda ham bor mana Gold Euro fasatni o'zini brendi asosida chiqadigan formalari. Qoliplar ha bu. Qoliplari. Shularga 5 yil garantiya beramiz. 5 yil. 5 yil. 135 dollarligiga garantiya bermaymiz. Juda ko'p joylarda 160, 170, 180 dollar sotayotganlari, lekin bizda 135 dollar. Ular bilan buni seriyosida farqi bor. O'sha siz seriyosida bizda haligi yolg'on gap bo'lmaydi. Ko'pi o'zim ishlab chiqaraman deydi. Kimdir Rossiyadan olib kelaman bu formani deydi. Qoliplarni. Lekin yolg'on gap bo'lmaydi. Bu o'zimizning brendimiz asosida qo'yamiz. O'zimiz noldan kashf qilamiz bu narsani. Formalarni. O'zingiz chiqarasiz, dizaynlarni ham bilaman. Dizaynni ham o'zimiz chiqaramiz. Rezinkalarni ham o'zimiz tanlaymiz. Chunki bizning sohamiz fasadni plitka qo'yish. Hamma rezinkada qo'yib ko'rganmiz. Qaysidir rezinka 1-2 oy o'zini qoplamay yirtilib ketganlari, razmer tashlab yuborganlari bor. Qaysi biridir 1 yil. Hozirgi kunda mana Gold Euro fasad o'zimiz brendimiz asos ishlayotgan 4 yil, 5 yil bo'ldi ishlatyapmiz o'zimiz shunda. Hamkorlarimizga ham xuddi shuni tavsiya qilyapmiz. Endi biznes boshlashlik uchun keladigan bo'lsa, foydagarchiligi zo'r, buni yashirmaymiz. Uning uchun doim aytamiz, sifatli mahsulot chiqarish kerak. To'ppa-to'g'ri. Foydagarchilik zo'r, o'zini o'zi 2 oyda qoplaydi. Bitta biznes qiladigan bo'lsa, bitta odam kelib, qolipga pul tikadigan bo'lsa, qolib o'zini o'zi 2 oyda oqlab beradi. 2 oyda oqlab beradi. To'ppa-to'g'ri. Avvalo aka, odamlar xudodan so'rab albatta. Endi Allohdan so'rab sababini chiroyli qiladi. To'ppa-to'g'ri aka. Natija Allohdan. Natija Allohdan. To'g'ri. Endi tashqariga chiqamizmi endi aka? Tashqariga chiqamiz. Xo'p. Tashqaridagi holatni o'sha videoda boshida ham ko'rsatdim mana jigarlar. Manzilimiz o'zgarmagan. O'sha pastda Jahon bozori 500 metr pastda. Soydan kelganda, ikkinchi anjandan o'tganda Gold Euro fasad o'zi. Ha, shu yerda kutib turasizlar. Katta showroomga ham kiramiz. Bu yerda ham o'zgarishlar bor. Mana bu tomonga ham, tashqariga ham odamlar ko'rsin deb qo'yishgan. Zavod juda katta, xudo xolasa jigarlar. Shu biznesni boshlasalar ham bo'ladi. Bundan tashqari mana fasadingizga shunaqa narsalarni ham qilib berishadi. O'zlarida ustalar ham bor. Xomashyo ham hamma o'zlaridan. Juda ham arzon o'shaning uchun narxlari ham. Endi fasadning plitkalarimizga Sidog'uz garantiyamiz 20 yil. Ha. Garantiyamiz 20 yil. Issiqqa chidamlik, mo'shik, har kuni karchilab yuvsa ham bo'laveradi. Rangi o'zgarmaydi. Rangi o'zgarmaydi. Ranglari quyma bo'ladi. Quyma bo'ladi. Fasadning plitkalarimizni. Ha, o'shaning uchun ham rangi o'zgaradi. Qaranglar, mana bu tomonda 3D li variant. Xuddi haligi bo'rtib chiqqan, juda ham chiroyli. 4D ni chiqardik. 4D lar ham 5DC ham chiqyapti. Xudo xolasa yangiliklarimiz mijozlarimizga ham, hamkorlarimizga ham, ish boshlaganlarimizga ham juda ko'p yangiliklar hali. 2 xil so'qilimiz chiqyapti. So'qilimiz razmerlari ham juda katta bo'lyapti hozirgi kunda, xudo xolasa. Keyin asosan mana shu joyda qo'yib qo'yganmiz mana yangiligimiz uchun. Tez kunlarda xudo xolasa vitrinalarga retseptlar o'zgargan holatda chiqadi. Hali bular ham o'zi ko'pchiliklar chiqarmagan bu fazonlardan. Hozir necha xil bor sizda aka? Hozir bir 30 xil turga bordi. 30 xil bor. Endi hozir yangilik chiqaradigan bo'lsa, yana aytayapman, 4 ta yangiligimiz bor. Yana ham oshadi. Yana ham oshadi hozir. Xudo xolasa. Tomonlarda mana juda ko'p jigarlar. Buni mashina so'kilga foydalansa ham bo'ladimi? Mana pastda turganlar hammasi jamiki so'kil. Ha. Bular pasterlar so'kil. Bu ham boshqacha chiqibdi lekin. Bunimiz eng oxirgi modelimiz Montana so'kilimiz. Toshkentda ko'rdim mashinani. Hozirgi kunda eng hit bo'layotgan so'qillarimizdan. Toshkentga bitta xonadon imminda o'zi Gold Euro fasad yangilik chiqaradigan bo'lsa, xudo xolasa hammasi trendda bo'ladi. Albatta aka. Xudo xolasa yangiliklarimiz ko'p inshaalloh.
Endi sexga kirsak ekan, nima deysiz? Yuring, bu tomonda bolalar ish qilyapti, bu tomonda mana hozir Samarqandga pogruzkalarimiz bo'lyapti. Samarqandgacha ketyapti, xudo xolasa. Aha. Qayergacha ketyapti bu endi aka? Bu hozir Samarqandga chiqib ketyapti. Samarqandga mana 25 partiya, o'zi 30 partiya 25 ekan. Endi bu haligi Shopirda, shopir Shopirda. odam qaqa bo'lsa ketaveradi-da. Hormanglar keyin akalar. bitta narsa hammasiga e'tibor bilan qarasangiz, oralariga paralon qo'ying. Ha. Mijozga chiroyli sifatli yetib borishlik uchun. chiroyli sifatli, shikast yetmasdan. Ha, bu yerda hozir sovuqqunlari bilan jami 160 fasadi, u yog'i 210 kvadrat yuklanyapti. 50 kvadrat sovuqquli tumbalari bilan. Hamma yo'q ichida. Hamma yo'g'i ichida. Bemalol sig'adi hozir. Bemalol sig'adi mana. Xudo xolasa 1 soat, 2 soat yo'lga chiqadi, yetib borsa mijozimiz qabul qilib oladi. Endi bu tomonda ish jarayon ketyapti mana. Ha, zavod katta jigarlar, zavod katta xudo xolasa. Endi sal nariroqqa borib video qilamiz. Video cho'zilib ketmasligi uchun. Mana bu yerda hozir bu xonamiz sinemat qilyapti uje. Ha, olib chiqilyapti, tayyor uje. Kecha qo'yganlari mana sinemat qilyapti hozir. Ha. Olmaylar aka. Mana qolipdan ajralgan, ha? Qoliplar ushlab olmayaptimi aka? Jo'ra. Mana, holat. Ha, cho'tki chiqyapti ekan, xudo xolasa. Bu yerda quyilayotgan jarayoni, bu yerda polni masterlarimiz mana. Abror aka, Azim. Qayerlardan kelishgan endi akalar? Ular o'zimizning ishchilar. Nari tomonda hozir pogruzka qilyapti. Pogruzkani ham o'rgatamizda bu. Ha, o'rgan. Ish jarayoni kelgandan keyin, bu tosh quygandan keyin mijozga sifatli yetkazib berishligini ham o'rgatamizda. Shagird bolalar. Mana bu yerda mana ish jarayoni ketyapti bu yerda mana. Olmaylar. Bunimiz hozir ablisovkamizga qizilga orqasi mokriy quyilyapti. Bunimiz Namangan noringa quyilyapti hozir. Namangan norin. Namangan noringa 600 kvadrat quyilyapti hozir. Keyin buni bu yerda mana turibdi. Bunisi Ajrashini qaraymi, ha? Mashalloh. bu qarshiga quyilyapti. Qarshiga. Qarshiga quyilyapti. Oqqa mokriy ablisovkamiz. Oqqa mo'tiga. Oqqa qora ham bo'laveradi. Oqqa qora ham bo'laveradi. Bunimiz qarshiga quyilyapti. Bunimizdan kvadrati qarshiga bir 300 kvadrat bo'lishi kerak, adashmasam, sovuqqul fasadi bilan. O'rganmoqchi bo'lgan kelgan odamlarga doim aytamiz, Gold Euro fasadda mutaxassislar bu yerga kelib, o'rganib, o'zini viloyatiga, o'zini davlatiga o'tib, bemalol biznesini boshlasa bo'laveradi. Keyin bitta narsa bor, Gold Euro fasadda bizni klientlarimiz juda ham ko'p. Brendimizni juda yaxshi bilishadi. Klientlar biz bilan hamkorlik qilgan insonga, misol oyoqqa turguncha boshida klient bilan ta'minlab turamiz o'zimiz. Ha, klient bilan to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Ko'pchilikda ham shu narsa o'ylantiradi o'zi. Juda ko'pchilikdan tushadigan savollar, bu biznesni boshlasam, sotuv bo'larmikin deganlarga oyoqqa turguncha klient bilan ta'min. O'zi bitta xonadonni qilgandan keyin bitta mahallani o'zi qo'ni qo'shnisi, qarindosh urug'i hammasi o'zi ulanib ketaveradi. ulanib ketaveradi Ulanib ketaveradi. O'zi birinchi bitta xonadon qilib olguncha. Ha, bitta xonadon. Bitta mahallaga kirgan bo'lsak, kami bitta mahallada 10 ta 15 ta xonadon qilinadi-da. Ha, to'ppa-to'g'ri. Yoqadi baribir, deydi. Bo'lagini tanlasa, kimdir bo'lagini, kimdir qo'shnisinikini yaxshi ko'rib, xuddi shundan deydi. To'ppa-to'g'ri. Shu yerda mana sifatli qilib. Bu bolalar qancha bo'ldi siz boshlaganingizga, oshna? 6 oy, 7 oy. 6 oy, 7 oy bo'ldi. Shu yerda ishlaysiz, ha? Hali ish yengilmi, qiyin emasmi? Yaxshi, ha? Issiqqina, cho'tki, xudo xolasa. Mana bu bolalar 17-18 yashar bolalar mana. 18 yoshlar. 17-18 yashar bolalar. Bu bola o'zi yoshligidan, o'zimiz jiyanim yoshligidan yuradi. Ha. Ancha-muncha masterga dam beradi bu bola ham. Xudo xolasa. Davron aka, menimcha hamma savolni berdim. Siz ham javob berdingiz. Yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilishasiz. Keyin yana bitta savol qolib ketibdi. Aha. Doim bizga beriladigan savol, ustalari bormi deydi. Ustalari bormi? Ustalari bor. Ustalar bor. 12 ta viloyatga borib yopishtirib berib keladigan ustalarimiz bor. Keyin bu toshimiz 65 ming, 120 ming ichida usta haqqi reyka samarezlari bilanmi deydi.
Shunga ham anaqa qilib ketaylik. Toshimizning narxi 65 mingdan 120 minggacha. Toshimizni. Usta puli reyka samarasi отдельный xonadon egasidan bo'ladi. Alohida bo'ladi. To'ppa-to'p. Biz ishlab chiqaruvchimiz tosh yetkazib beramiz biz. Albatta. Jigarlar, bundan tashqari shu biznesni o'rgansangiz ham bo'ladi. Qolipini ham sotishadi, o'rgatib ham qo'yishadi. Kerak bo'lsa fasadingizni, fasadni plitkadan sizga garantiyali qilib, cho'tki holatda qilib berishadi. Davronbek akam nomerlarini qoldiraman ekranda. Telefon qilinglar, tijorat bo'lmasin, tortinmasin telefon qilinglar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman jigarlar. Hammalaringga rahmat. Alloh panohida bo'linglar.